No'ruz bayrami degan qandaq bayram? Oğlum, No'ruz bayrami Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tojik, O'zbek, Tatar qatorliq millatlarning an'anaviy bahor bayrami. Har yili 3-oyning 21-kuni kun bilan tun tanglashadi. Bu qish faslining oxirlashib, bahor faslining boshlanganligidan darak beradi. Ajdodlarimiz mana mushu kunni No'ruz bayrami qilib, turli an'anaviy faoliyatlar bilan tabriklab, tantana qilib kelgan o'g'lim. Tushundim dada. Geldi, bahar geldi, kendaneler yaşandı. No'ruz geldi, bahar geldi, kendaneler yaşandı. Hayat olmak kalıplar şan, yigit işon ve badaklı. Assalomu alaykum biz bolalar uchun hurmatli, qadrlan va doim ko'rguchi, qo'llab-quvvatlovchi ota-onalar va bizning yaqin do'stlarimiz. Yil peshi No'ruz oyi kirishi bilan o'lkamizda bahor. Bahor o'lkamda tinchlik, birlik, barakat, do'stlik elib kelsin. Qozog'iston diyorida yashayotgan barcha xalqlar do'stligiga No'ruz muborak bo'lsin. No'ruz bayramiga nomeri 153 maktab gimnaziyasining talantli o'quvchisi va bizning hadimiz Iroda Mamutovaning yetgan jon utuqlarini ko'rsatmoqchimiz. Bugün No'ruz meyrimisiga talantli irodam hadimizning so'qsiga do'stimiz bek xusha bo'ldi deganga ishonchim komil. Do'stlar, artist ijodiy birlashmasining uyushtirishi bilan 14 mamlakatning talantli bolalarning ichida irodam Mamut talantli hadimiz 3 musobaqadan birinchi o'rinni oldi. Halqini, mushxushalqini birga tomosha qilaylik. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi aziz xalqim. Men Qozog'iston diyoridagi Olmata shahrining Do'stlik mahallasida o'rnashgan xalqimizning munavvar farzandi Abdulla Rozbaqayev nom bilan atalgan nomer 153 maktab gimnaziyaning hamda eng chong san'at maktabining 8-sinf o'quvchisi Iroda Mamutdan barchangizga o'tliq salom yo'llayman. Bugun barchangizning diqqatiga mazkur san'at maktabida fortepiano sinifidan olgan bilimimni, dunyoga mashhur buyuk kompozitorlarning ijodiyatidagi kuylarni diqqatingizga taqdim qilmoqchiman.
talantimizni aşuşqa tirishib, əmgək qılıb, hər birimiz iradəm Mahmud hədimiz oxşaş. Özümüz yaşavatqan ülkümüzge, ata-analarımızga, ustazlarımızga öz ölüşümüzni qoşayla. Mening bununla işençim kamil. Bayramlar mübarek bulsun.